tiklanish partiyasi hamkorligida O'zbekiston Respublikasi bayrog'ining qabul qilingan kun munosabati bilan tashkil qilinyapti. Chiroyli o'tkazamiz zakovat o'yinimizni 18 noyabr bayroq kuni munosabati bilan o'tkazayotgan mana tadbirimizda albatta do'stlik yetadi degan umiddaman. Hammalaringga omad tilayman. Shuning uchun ham Konstitutsiya ayollarga prezident bo'lishga imkon bermas ekan. Diqqat savol. Ko'plab amerikalik ayollarning fikricha, Konstitutsiyadagi qaysi band ularga xalaqit beradi. Tarixiy qissalarning birida shunday parcha bor. Xohishi nima bo'lgan va u buni qanday uddalagan? Vaqt ketdi. Amalga oshirgan edi. Kelajak jamoasi o'yindan g'olib bo'ldi.